paxtadek yumshoq va bulutli yengil pigodilarni birgalikda tayyorlaymiz. Hayotingiz davomida yeb ko'rmagan bo'lsangiz, tayyorlab ko'rishga arziydigan idishimizga iliq suv va sutni quyamiz. Shakar, tuz, tuxumlarni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan dro'jja va unni qo'shib bitta yaxshilab aralashtiramiz va yog' quyamiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qoramiz. Tayyor xamirni ustini strichlab oshirish uchun olib qo'yamiz. Endi ichiga solinadigan nachinkasini qovurib tayyorlab olamiz. Qozonimizga yetarlicha yog' quyib, mayda to'g'ralgan go'shtni bitta qovurib, ketidan piyozni ham qo'shib qovurishda davom etamiz. Ketidan mayda to'g'ralgan karom qo'shib, suvi ketguncha qovuramiz. Ta'bga ko'ra tuz, zira va achchiq paprika qo'shamiz. Tayyor. Oshib chiqqan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek suvolalarga bo'lib olamiz va ichiga nachinka solib tugib olamiz. Tugishni bo'lsa eng oson usuli shunchaki xamirlarni birlashtirib chiqing, bo'ldi. Shunda ham rosa ham chiroyli chiqadi. Ana endi mantiq qozonimizga pigodelarni yog'ga botirib, orasini ochibroq joylab chiqamiz. Qaynab turgan suvimizga 40-45 minutga pishirish uchun jo'natamiz. Shunda xamirlar vazdushniy bo'lib, olganingizdan keyin berk bo'lib qolmaydi. Pishgan pigodelarni qo'limiz bilan o'rtasini ochamiz va ta'bga ko'ra soya quyamiz. Tayyor markobchalar bilan yetarlicha ichini to'ldirib chiqamiz. Ana endi tez o'zingizlarga saqlab olinglar va yurichani bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga yoqimli ishtaha.